Assalomu alaykum. Men Samarqand shahar 9-yudumning 9-A sinf o'quvchisi Tolipov Afg'iz bo'laman. Hozir sizlarga entry loyihamni tanishtiraman. Shunday nom berdim. Boshda ofis xodimi yurib boshlaydi. Mana fonga ham animatsiya qo'ydim. Hozir bu eshikdan kiradi, suhbat jarayonida kirib keladi endi. Bu yerda suhbat jarayonini endi o'qib o'tirmasam ham bo'ladi. O'qish xabarini aytyapti. Ular bitta loyiha ustida ishlashyapti. O'sha boshqaruvdan chiqib ketayotgan haqida xabar beryapti. Xullas, mana bu shu loyiha qilmaydigan antribot bu yovuz robot bu boshqaruvdan chiqib ketadi. Bularni qo'ldan chiqib qochib ketmoqchi bo'ladi va buni ham uddalaydi. Mana turgan joyini buzib chiqib ketdi. Endi bu o'yinning sharti. O'yinning sharti bemalol o'qib keyin boshlashimiz mumkin. Avtomatik bu fonga o'tdi. Bu robot yordam so'rayapti qochish uchun. Bu yomon yerlar. Biz hozir bunga yordam beramizmi yo'qmi? Hozir bu yerda testga o'xshash savol beradi. Yovuz AI sun'iy intellekt robotning qochishiga yordam beramizmi? Hozir ha'ni bossam bu yutqazding foniga o'tadi. Shuning uchun biz mayli ko'rsatay birinchi. Mana siz yutqazdingiz. Endi buni boshqatdan boshlash kerak. Boshlash tugmasini bosing. Mana yana shartini tushuntiradi. Agar tushunmay qolgan bo'lsangiz, yana qaytadan shartini o'qib o'ynashingiz mumkin. Yovuz AI robotdan qochishga yordam beramizmi? Hozir bossak yutqazamiz, shuning uchun yordam bermaymiz. Mana bu gapiryapti. Hozir aytdiki, sen birinchi bosqichdan o'tding, karta raqamingni ber, men pul tashlab beraman deyapti. Hozir begonalarga karta raqamini bersak yutqazamiz, shuning uchun bermaymiz. Endi yana bizni noto'g'ri yo'lga boshlayapti. Shu faylni ochib ko'r, seni yoshlikdagi rasming ekan deyapti. Biz begonalar yuborgan hech qaysi faylga, ssilka havolalariga kirishimiz kerak emas, shuning uchun kirmaymiz. Endi robotni qo'llayotgan politsiya xodimi bizni tabriklayapti. Tutishga endi yordam ber, uni shartlardan o'ting deyapti. Hozir bu robot bu yerga kirib ketdi, o'ng eshikka. Politsiya qo'llayapti. Biz topishga yordam berishimiz kerak. Robot qaysi eshikka kirib ketdi? Robot mana bu eshikka kirib ketdi. Ya'ni o'ng tomondagi eshikka. Hozir bu chap tomondagi ikkita ko'rsatkich, o'rtadagi va chap tomondagini ko'rsatkich tugmalarini bossak yutqazamiz. Shuning uchun o'ng tomondagisini bosamiz, rostini ko'rsatamiz. Robotni ushlab kelishdi. Bu yerda endi siz hech qachon birovlarni yuklab yuborgan ssilkalarga, fayllarga kirmaslik kerakligini bilib oldingiz. Ya'ni buni yasashimdan maqsadim ham shu edi. Hozirgi dolzarb mavzulardan birini yoshlarga yoki bu sohaga endi kirib kelayotganlarga tushuntirish edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Buni kodlarni tanishtirib o'tsam, bu fonda shunday boshlash tugmasi boslansa, jangovar samolyotning ko'tarilishi shu ovozni ijro etadi, 5 soniya kutib bu sahnaga o'tadi. Bu sahnada bu xodim yurishi uchun bu sahna boshlanganda 52 marta yurish, ya'ni keyingi shaklga o'zgartirish, mana bu x qiymatga 5 ni qo'shish, bu tomonga o'tib kelishi kodi yozilgan. Bu yerda esa 10 soniya kutib, ya'ni bu yerga kelib o'zini manziliga kelsa 10 soniya o'tadi, 10 soniya kutib
Bu mana bu 3-fonga o'tishni yozganman. Endi bu yerda ikkita obyekt bor. Ularning suhbatlashish kodlari, masalan, sahna boshlansa, xullas bu loyiha samara berishi aniq emas degan yozuv bor. Bu yerda ham shunday xabar orqali, masalan, bu gapni aytadi, samara degan xabarni jo'natadi. Bu samara degan xabarni qabul qilsa, bu ham o'z gapini aytadi, javob beradi. Keyin bu yerga jarayonga kirib keladi. Bunda sahna boshlanganda salomni gapirib kirib kelish x tomonga, bu tomonga yurib keladi. -5 qo'yganman, bu tomonga yurib keladi va sal teparoqqa yuradi. Mana y qiymatga 2 ni qo'shadi. Keyin bu tomon salom xabarini qabul qilganda bu salom deydi, bular ham keyin salom deydi va xabar jo'natadi. Bular yuborgan xabarni bu qabul qiladi va shu o'zining gaplarini aytadi va boshqa fonga o'tadi. Mana xabarni jo'natadi. Bu esa xabarni qabul qilsa 4-fonga o'tadi. Bu yerda 3 ta obyektdan foydalandim men. Ular boshda yo'q bo'lib turadi, keyin bu asosda tushadi-yu, bu tomonga o'tib ketadi. Bunga y ga 0.2 ni qo'shish, 120 marta takrorlash va 0.100 soniya kutib takrorlashni yozdim. Keyin boshqa fonga o'tadi. Keyin bu yerda shartini tushuntirib o'tdim. Mana sahna boshlanganda o'qib olish uchun 10 soniya yetadi. Keyin boshqa fonga birinchi bosqichga o'tadi. Bu yerda robot o'tib keladi, gapni aytib, menga yordam ber deb, meni qochishimga yordam berdi. 4 soniya davomida aytadi va yurib keladi. Bu tugmalarga kod yozdim. Keyin obyektni bosganda, ya'ni shu tugmani bosganda yutqazing sahnasiga o'tish. Mana bu yutqazing sahnasi. Bunisiga esa buni bosganda, obyektni bosganda o'lchamiga -5 ni qo'shish va ikkinchi bosqichga o'tishni yozdim. Yovuz AI robotga raqamni beramiz. Boshda bu uchala obyektimiz yo'q bo'lib turadi. Bu gapiradi, xabar jo'natadi. O'zining gapini aytadi, xabar jo'natadi, keyin bu uchalasi paydo bo'ladi. Bularda ham boyagi kodlarni yozganman. Bunisi ham xuddi shunday, mana ko'rishingiz mumkin. Yana shu kodlar. Bu yerda bu sahna boshlanganda bu gapni aytadi, ya'ni tabriklaydi bizni. Mana barakalla, sen qochib ketding, Yovuz robotning barcha nayranglardan o'tding gapini 5 soniya aytadi, yana gap aytadi va 5-bosqichga o'tadi. 5-bosqichda bu robotimiz tepaga ko'tarilishi kerak. Uzoqqa borayotgani ma'lum bo'lishi uchun o'lchami sal kichirayishi kerak. Masalan, uzoqdagi narsani ko'rsak, o'lchami kichayganroq bo'ladi. Bu yerda shuning uchun o'lchamiga -2 ni qo'shishni bosdim va u yerga kirib ketadi bu. Keyin bu fonda bu kirib keladi. Politsiya qaysi eshikka kirganini so'raydi. Bular boshda yo'q bo'lib turadi. Politsiya gapirgandan keyin paydo bo'ladi. Mana. Politsiyaning kodi. Bunda ham yurish kodi. Keyin yurib kelib so'raydi. Mana bu kodda esa biz to'g'ri javob bersak, 7-bosqichga o'tish kodi bu. Bu yerda esa buni ushlab kelish jarayoni, qochgan robotni ushlab kelishadi. Kodlarni ko'rishingiz mumkin. X qiymatga -10 ni qo'shadi, ya'ni bu tomonga yuradi. Bularda ham shunday kod yozganman. -10, bunisidan ham -10 ni qo'shadi. Ogohlantirish oxirida bundan maqsadim nima, shuni asosan aytib o'tganman. Hech qachon birovlar yuborgan ssilka, havola, fayllarga kirmaslikni aytib o'tganman. Xullas, bu loyihani yasashimdan maqsadim shuki, hayotda hech qachon begonalarga o'zimiz hisob raqamimizni, telefon nomerimizni berishimiz kerak emas. Ya'ni ular tashlagan fayllarga, ssilkalarga ham kirishimiz kerak emas. Hozirgi masalan, endi telefon ishlatayotgan insonlar bilishmaydi buni. Bu o'yinni o'ynab, nima yaxshi, nima yomon shuni ajrata olishlari mumkin deb yasadim. Ya'ni yosh bolalarga ham asosan asqotadi.